Zavodskoy smart katyonlarda Optim zavodiga yetib kelganmiz. Aqlli katyon olayotganda nimalarga e'tibor berish kerak va qanaqasini olish kerak? To'liq ma'lumotni Asadbek akamizdan videoda oxirigacha ko'rib tursalar, to'liq qilib beramiz. Asadbek, hormang. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Aka, kelib oldingizmi? Rahmat. Mana shu tanjoningiz Qator bormi? biz obunachilarga katyonlarni. Bo'ldi. Aka, qanaqasini olish kerak? Xo'p, miya motori zavodskoy bo'lish kerak. Miyasi zavodskoy. Aka, motorni ham ko'rsataman. Motori zavodskoy bo'lish kerak. Sizga yana ham tushuncharoq berganmiz. Bunkerini olib qo'yamiz aka. Shiniki baquvvat bo'lish kerak. Xo'p, xavfsizlik tarafdan pojarniy datchisi bo'lish kerak. Suvni bir xil nima vazifani bajaradi? Bu datchi, pojarniy datchisi aka. Keyin, xo'p, suvni bir xilda miyaga buyruq berib turadigan datchisi bo'lish kerak. Bu aytayotgan sifatlarim aka, shu katta yo'limizda hammasi bor aka. Bor. Smart. Smart aka, aqlli eng udari shu aka. Xudo xohlasa, O'zbekistonda hozir aqlli katyol degan nomi birinchi o'rinda xudo xohlasa shu. Sabab sekin katyolga o'tilyapti. Sinovdan o'tgan bu narsa. Aka, xudo xohlasa, bu yil 6-yilimiz. 6-yil aka. 6-yilimiz, bizniki sex bas. O'zi ko'rib turibsiz, zavod. Zavodga kelganmiz. Albatta aka, bu zavod aka. Miyasi keladigan bo'lsa, kompyuterli bo'ladi. Qanaqa tilda bor bu? Aka, xoh o'zbek tili, xoh ingliz tili, xoh rus tili. Ya'ni yosh kattalar ham, yoshlar ham, albatta aka, uydagi ayollar ham boshqarsa bo'ladi. Hammasi boshqaraveradi. Erkak kishini qiladigan ishi shu bunkerga to'ldirib beradi aka, bitta bu anaqa. Aka, hamma yo'qda miyadan boshqaraveradi. Bu narsa nima deb savol berganingizga, misol uydan chiqib ketdingiz, ko'miringiz misol oz qoldi yo bir narsa bo'ldi, bunkerga o'tib ketyapti. O'tib ketayotganda o'sha issiqlikni sezgandan keyin sraz avtomatik ichidagi yonib turgan ko'mirdagi bu surib chiqarib beradi. Ya'ni tizim to'xtaydi. Albatta, issiq shunday katyol tushib o'chadi, ko'mirda olib chiqib sirazni tashlaydi, katyolni o'chiradi, xavfsizlik tupani o'chirib qo'yadi. Agar telefoningiz gulangan bo'lsa xabar beradi, kelasiz, bitta qator ko'rib, nastroykalarni yana boshqadan bitta sozlab turib, tas bittaga buyurdi. Hech qanaqa ziyon yetmaydi. Katyolga ziyon yetmaydi. Wi-Fi'lari bor. Aytayotganingizdek smart. Aka, xohlasangiz Amerikada, xohlasangiz O'zbekistonda. Qo'shni uydamisiz, uyda turib ham boshqaraverasiz. Asadullo, buni nimadan bu yasalgan katyolimiz? Aka, xo'p qarang, bu temir aka, rossiyskiy qora list bo'ladi. Listlarimizga o'tadigan bo'lsa, to'rli bo'ladi. Aka, buni teplat bendisini ham kuchaytirganmiz, tem bo'ling. Oldin 65 litr suv sig'adigan bo'lsa, hozir 70 litr sig'adi. Sabab 70 litr suv degani oldin 30 kilo, 40 kilo bir sutkasi ketayotgan bo'lsa, hozir 30-35 kilo yetadi. Bu degani 5 kiloga kamaytirildi. Sabab ancha teplat meni qo'shganmiz bitta aka. Oldin deydi, misol 7 talik deydi, hozir 8 talik qilganmiz. Buni ekonomiy taraflamachasiga, xo'p, xavfsizlik taraflamachasiga ancha zo'r, katyolni chidamlilik taraflamasi. Asadullo, men o'zim ham qo'ymoqchiman uyga. Bilasiz, gaz yo'q, o'tin pechkalardan zerikdi odam. Ozgina sarmoya kiritamiz, qo'ymoqchiman. Bu necha kilovatli, necha xona uyga tavsiya qilasiz buni? Xo'p aka, bu 150 kvadratli 5 xona uyga tavsiya qilaman. 200 kvadratli bo'ladigan 6-7 u ketaveradi. Buni rasxoti qancha? Qiziqtiradigan savollar beryapman sizga. Aka, rasxoti 30-35 kilo bir sutka 24 soatga. U ham YouTube'lik bo'lgan bo'lsa, misol sistema zo'r aylanadigan bo'lsa 20 kilo ham qiladi. Bir sutkasiga. Albatta 20 kilo. Agar misol pulga tushadigan bo'ladigan bo'lsangiz, 25 ming so'm rasxot qilyapti bir sutkasiga. 5 ta xonadan bu degani 5 ming so'mdan. Svetga ham boshqa bilmayman endi. Bilasizlar solishtiraman, siz ham to'g'ri kelmasa kerak aka. O'ta ekonom arzon taraf. Xohlasak, xohlagan gradusga olib chiqib beradi. Misol siz 50 gradus, 100, 150 gradus misol xohlagan gradusga olib chiqtirib beramiz. Xo'p, endi narxini aytib ketamiz. Xo'p, narxi qarang aka. Biz obunachilarga arzonroq berasiz. Zo'r imtiyoz qilib beraman. Dastavkasi bepul. Vodiy bo'ylab, Andijon, Namangan, Qo'qon, Farg'ona, Toshkentgacha bepul. Vodiy bo'ylab o'rnatishi bepul, stabilizatori bepul, temir cho'tkasi bepul. 150 kvadratligida narxi $1150 dan boshlanib, faqat avgust oy ichi. Xo'p, tushundim. Endi yana ham qulayli 200 kvadratga ham bor. Buni ham bitta ko'rsating. Aka, 200 kvadratligimiz. Mana misol uchun 5 ga 4 dan 6 xona uy bor-da. Hammom, tualet. Plus shu ishlar. Bemalol. Xudo xohlasa, siz aytayotgan ishni isitishda ekonomini qilib beradi.
Buni rasxodi 40-45 kilo. Oldin 40 kilogacha ellik berardik. O'zimizni yaqinimiz o'rnatib qo'yib berganmiz 8 kilodan 45 kilogacha sutkasiga ortiq ishlar. Narxi nechi pul? Xo'p, aka 1150 dollardan boshlanadi. Bularni sekin-sekin chiqib ketaveradi. Boshlanib. Albatta, Lekin chiqib katta ketadi. miqdorda qo'shilmaydi. Yo'q, ular narsada qo'shilmaydi. Necha 300 kvadrat kilometrgacha bor ana. Bunisi aka 300 kvadrat aka, 400 kvadrat aka, 500 aka, 750 aka, 1000 bor aka, 2500 bor. Ag'i zakaz asosida yasab beriladi. Xohlagan razmerga Necha deydigan bo'lsa, hammasiga faqat 150 dan tepasi. Menga uka 5000 kvadrat kerak desa, 5000 kvadrat yasab beramiz. Ana Optim zavodi sinovdan o'tgan birinchi qo'l zavodda o'ziga kelganmiz akalar. Bular qanaqa yarim tayyor bu holat? cho'rning holati. Cho'ni sklovatida bolalar oladi. Parashka va aytganimda kraska aka, kraska zanglatmaydi, temirda o'z holatini tushadi. Bizda aka o'raladigan temirda ashkasi ham temir tunika bas. Tunika bas aka. Listli aka bu listli mana shu aka, to'rli list bo'ladi. Oddiy aka o'raladigan aka temirini o'zi ham 1 litr temirdan bo'ladi aka. Sklovatasi 500 o'zi. Albatta, uning o'zi birlik bo'ladi. Bu joyda nimalar bo'lyapti? Aka bax kraska. Bu shulka xonamiz, u ichida 200 gradus bor aka. Kraska qo'yadi, sepadi, o'sha sekin lenta aynadi, uni bola olib chiqyapti. Mana bag'dan tog'a. Ko'ringda? Osh tog'amiz qo'yyaptilar, bag'dan ukamiz olyapti. Kraska tayyor bo'lib chiqyapti. Bizda hamma yo'q, zavod zavazko'ch va listavoyda aka, xo'p kesiladi, gibkada bosilinadi aka. Turbalarni ham aka apparatlarimiz kesadi, hamma yo'q. Bizda iloji boricha oddiy aka ishchilarimiz o'zi ham skuterda yuradi aka. Bu tomonda svarka ishlari kirmadi. Hamma yo'g'i bor aka. Svarka kraska sepilyapti. Biz tayyor holatini ko'rsatyapmiz. Asadullo, endi qarang, bizga garantiyasi qanaqa, servis xizmatlari bormi shular? Aka, servis xizmatlariga gap so'z yo'q. O'zbekiston bo'yicha xudo xohlasa servis xizmatimiz mutlaqo bepul. Misol bizning talabimizdan oshkor bo'ladigan bo'lsa, agar sharoitimiz bo'lmasa yoki masofadan turib yordam beramiz. Birorta narsa kuyib ishlamay, sinib bir narsa bo'lsa, jo'natib beramiz. Bo'lmasam bolalarimiz borib qo'yib berishadi. Xo'p, garantiyasi 2 yil, temir sohasiga 3 yil aka. 2 yil ichida bir narsa bo'lsa, elektronni miyasiga 2 yil garantiya. Albatta. Kat yo'lda o'ziga temir albatta aka, tekshirib bir narsa bo'lsa, servislarimiz borib bolalar bitta qator ko'rib, ashka ham yo'llarni to'g'rilab berib kelishadi. Chiroyli holatda bitkazib berishadi. Albatta aka, 100%. Hammaga tavsiya qilamiz, 150 kvadratdan boshlab ketaveradi aka. 10 minggacha xudo xohlasa bexijolat qilib beramiz. Pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqishaveradi. Bemalol yetkazib berasiz. Bo'ldi aka. Rasxod o'sha aytib ketganimizdek, undan ham oz qiladi, xudo xohlasa. Soatiga urib yuborsangiz juda arzondan tushadi. Aka, soatga bursangiz 1600 so'm, 1.5 dollar, shunaqa har xil tushadi. Bu olayotganda svetdan arzonroq tushadi. Svetdan 2 barobar arzon tushadi. Akalar, tavsiya qilamiz, telefon qilaverasizlar, Asadullo 24 aloqadamiz. Xizmatda. Sizlarga rivoj.